Bilasizmi, hurmatli ustozlar, dadam shaxmatist, shaxmat o'yinini juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun shaxmatga bo'lgan e'tiborim va qiziqishim juda baland va shaxmat o'yinini ancha-muncha tushunaman. Va shundan kelib chiqib bir fikr aytmoqchiman. Shaxmatda bir figurani demak yurishni boshlasangiz, necha mingta variantlar paydo bo'lar ekan birgina yurish hisobida. Agarda ikkinchi qadamni qo'ysangiz, yana bir boshqa figura bilan yoki o'sha figurani o'zida yana millionlab variantlar chiqar ekan bu o'yinning yakunlanishiga. Agarda 3-chi va 4-chi demak qadamni qo'yadigan bo'lsak, cheksiz ravishda shunaqangi variantlar ko'p bo'lar ekanki, hattoki dunyodagi jamiki atomlarni yig'ib chiqsangiz ham bu variantlarga kamlik qilar ekan. Bu nimani anglatadi? Inson hayotda xato qilishga qo'rqadi va u narsa o'xshamasligiga qo'rqadi yoki bo'lmasa odamlar nima deydi, odamlar boshqacha bir fikrga borib qoladi degan qo'rquv asosida u narsani, ya'ni qadamni qo'yishga, bir narsaga ahd qilishga o'zini cheklaydi. Va shaxmat o'yinidan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan birgina va ikkinchi va uchinchi demak qadamlar million o'yinni variatsiyasini, variantini keltirib chiqarsa, mabodo xatoga yo'l qo'yilsa shaxmat o'yinida, ana shu xatoni to'g'rilash imkoni, ana shu hisobi yo'q variantlarni cheksiz ravishda kerak bo'lsa 2-3 karra uni to'g'rilash imkoni ham paydo bo'lar ekan. Ya'ni birgina xatoni qilsangiz, uni to'g'rilash imkoni ham juda ko'p ekan o'zi aslida. Biz faqatgina xatoni qilganimizda, kichkinagina bir yanglishganimizda yoki bir adashganimizda o'ylaymizki, bo'ldi, buni to'g'rilash imkoni yo'q yoki bo'lmasa uni to'g'rilash imkoni faqat 1-2 variantni ko'ramiz xolos. Lekin aslida bu variantlarni to'g'rilash imkoni juda cheksizligini ko'ra bilish uchun esa ba'zan o'zimiz ustimizda ishlashimiz, uyg'onishimiz va ozgina anglashlarni amalga oshirishimiz kerak ekan. Mana nima demoqchiman, o'z ustimizda ishlash, zehnimizni yuksaltirish, ongimizni yuksaltirish bizni hayotda imkoniyatlarni ko'ra bilishga xizmat qilar ekan. Ana shu imkoniyatlar haqida biz maxsus Telegram kanal orqali ma'lumotlarni, bilimlarimizni ilinayapmiz. Ixtiyor etsangiz a'zo bo'ling. Kuch o'zingda Telegram kanaliga a'zo bo'lish uchun 97 kodi bilan 210 7654 raqamiga kuch so'zini yozsangiz, shartlarni yo'ramiz. Bu yerda nima bor ekan degan qiziqish paydo bo'lsa javob beramiz. Bu yerda audio kitoblar bor, psixologiyaga oid meditatsiya, affirmatsiyalar bor. Bu yerda mashqlar bor va uni agarda bajarsangiz 100% hayotingiz o'zgarishi aniq. Qanaqangi ixlos va niyat bilan kirishingizga qarab turib, 100% u narsa sizni hayotingizga ta'sir qilmasligi ham aniq. Ixtiyor sizda. Baxtli bo'lish ham, baxtsiz bo'lish ham albatta ixtiyor sizda. Lekin unutmang, kuch o'zingizda, kuch o'zida. Va albatta eng muhim